Bozorimiz to'g'risida. Bozor oladigan bo'layaptimi, sotiladigan bo'layaptimi? Sizlarning ko'pchilik fikrlaringiz biz uchun muhimda. Arzonmi, qimmatmi? Arzon bo'lib ketdi. Nima uchun arzon bo'lib ketdi degan savollar bo'layapti. Savollarga borlaringiz shukr, qadrdonlar. Shunaqangi ma'lumotlarga boringizga shukr, sog' bo'linglar. Bo'ldi, mana bozor statistikalari mana sizlarga akalar, bozorlarimiz quruq, hammasi qaytib chiqib ketyapti. Biz sotuvchi, savdogar akalarimizni suhbatlarini oldik, juda ko'pchilikning suhbatini oldik. Bozorlarimiz mana hammasi qaytyapti. Nima deysiz aka? Sizda bozor to'g'risida sizning fikringiz qanaqa? Odamlar tashadi, tashadimi? Xo'p, bozorimiz rasa oladigan bo'layaptimi, sotadigan bo'layaptimi? Aytinglar. oladigan bo'lyapti. Mana shular hammasi qaytyapti. Xo'p, 20 millionga olgansiz, 18 million so'm qilinyapti ekan. Qadrdonlar, mana mashina ovozimizni mana 20 million so'mga olingan 18 million so'm qilinyapti ekan. Bo'ldi. bo'ladi, bitta Bu nespul bo'ldi bu. Nespulga kirib, nespulga qaytyapti aka. 20 million 500 qilishdi. 20 million 500 qilyapti. O'z nespulga olgandingiz, to'g'risini aytavering aka. 21 million 400 ga olgan ekan. 20 million 400 ga 1 million ziyon bo'lyapti ekan. Bozorimiz rosa ham oladigan bo'lyapti. Qadrdonlar, bemalol bozorga chiqib, talashib, tortishib oladigan bozor bo'lyapti. Bo'ldi. Aka, nomeringizni bering qiziqqanlarga. Siz Boydada Uz kanali, Boydada Uz kanali. Ha? 95lik 165 12 93. Qadrdon, bemalol. Bo'ldi, boringizga shukr. Akalar, 15,5 million qildi. bu 15,5 million bo'ldi mana bu. Malades, bu 15,5. Bu-chi bu? Bu 21. Haligi 20 million qilgan deyapti. Qadrdonlar, shunaqa gaplar bizdan uzoqlashmang. Biz sizlarga chorvalar to'g'risidagi qiziqarli ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Mashinalardan birontasi sotilmasdan qaytib ketayapti. Shunaqa gaplar bizda faqat real bo'ladi. Real savdolarda, real narxda ko'rsatishga sizlarga harakat qilamiz. Borlaringga shukr. Mehnatlarim uchun lak bosish esdan chiqmasin. Qancha bo'ldi aka? 18 million. Mana shu 18 million bo'libdi ashi. Muhammad Ro'ziq akamga o'ta obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib turaverasizlar akamiz. Mana shu inson, mana ko'ringlar, mana shu inson. Kommentariyaga yozinglar. Salomat bo'ling. Bemalol Marg'ilon bozoriga boradi, Kaminat bozoriga boradi, xolos Qumtepaga, Oltiariqqa, boshqa bozorlarga ham harakat qilasizlar. Avvalga ham borasizmi? Salomat bo'ling, o'zingiz ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilaman. Gazini bo'lsa, haqiqatda. bo'ylarini ayting, to'g'ri chiroyli gapiraverasiz. Bozoringizni bersin aka. Salomat bo'ling, o'zingiz tuting. Nespul bo'ldi aka? Nespuldan qaytdi. 6 million 300 ga sotilmasdan qaytdi. Sotilmasdan qaytyapti ekan. 13 million qanchaga nespulga qaytdi? 13 million 200 ga sotilmabdi. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin. Qo'zqorimiz 5 million bo'ldi ekan. Qadrdonlar, zo'r. Biz yana ichkariga kirishni qaror qildik, imkon qadar qiziqarli bo'lgan savdolarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang. Sotilmadi, nespulga sotilmadi. So'ramadi biri. Bro, so'ramadimi? Nespul baho aytdilaring. Aka, nespul baho aytdilar. Sotilmabdi ekan akalar, bro so'ramabdi ham. Mayli. Aka, nespul bo'ldi? Jupi nespul? Ana shu o'g'limdagi 34 million. Jupi, qadrdonlar 34 million 200 o'pdi ekan. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin. Nespuldan berasiz kiloga. Bular endi boqma narsa-yu, chotlarni boqma. Ketmaydi. O'zimizni ko'cha jo'rdari novoslarimiz. Qaysi amindan qo'yib Aka, nespul deyapsiz donasini? 28 dan kam. 28 dan. Bozor nespul qildi? Ha? 50 million. 25 milliondan 50 million qildi. Qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? 91lik 108 87 86. Qadrdonlar aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Qaysi savdo bo'lyapti? Hormanglar, assalomu alaykum. Qaysi? Nespulga? Qadrdonlar, mana shu sariq 59,5 million so'm bo'lyapti ekan. Taroziga 59,5 ming so'mdan, 59,5 ming so'mdan taroziga bo'lyapti ekan. Yaxshi, olganga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin. Biz davom etamiz. Bizdan uzoqlashmang, qadrdonlar. Aka bir ajoyib chiqdi, qadrdonlar. Bu hali ertalab ko'rganimiz basmi? O'shami? Sizdanmi? Nespul deyapsiz?
28 million so'mga o'zini. O'zini. Arqonni mutlaqo qaytib beradigan gaplashdi. Nomi nima buni? Greenford degan. Greenford degani. Qadrdonlar, o'zi necha baho aytdingiz? 30 million baho aytdingiz, 28 million so'm qilishdi bozor. Boqib qo'yibsiz. Ena bola necha pul bo'ldi? Necha pul bo'ldi ena bola? 35,5. Nechinchi tug'ishi? 3-chi. Nechta suti bor? 15 ta, 3-chi tug'ishi 35,5. Aka, Eshitaman. gapimiz uzilib qoldi. Sigir bilan nima bo'lib? Qiziqqanlarga telefon raqam berasizmi? Albatta. Bering. 90lik 90lik 509 509 89 86. Qadrdonlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qiziqqanlar. Ya, sotilib ketsa, necha pulga sotdi deb o'zi uchun qiziqib telefon qiladi. Ha, bu. Bo'laveradi ma'lumot uchun. Bo'ldi, qadrdonlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Necha pul bo'ldi? 12 million 50 ming so'm bo'ldi. Aka siznikichi? Ikkitasi 30 o'rnatdagi, o yerda savdo bo'lar ekan. Jupi 38 million bo'pti ekan. Qani buni ikkinchisi? Ha, yonidagi. Bo'ldi, buni savdosini ko'radi. Jupi olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Havasliganlar like bosib qo'yamiz. Buni bitta qaytarib yuboring. 90lik 509 89 86. Qadrdonlar bemalol qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu yerda buzib Oltiariq bozorimizni nihoyatda ko'zni quvontiradigan boqma buqalar chiqqan, bemalol qiziqishga aloqaga chiqaverasizlar. Sotilib ketsa, necha pulga sotdi deb o'zlaring uchun ma'lumotga ham aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Qadrdonlar, bizdan uzoqlashmang, biz davom etamiz. Sotilgan, sotilmaganlarni variantlarini sizlarga ko'rsatamiz. Ana shu yerda qaysi bitta savdo bo'lyapti. Aka, necha pul bo'ldi? 10 million. 10 million bo'pti ekan. Bo'g'ozmi? Qisir. Qisir ekan 10 million bo'pti ekan. Jupi. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasi bersin. Qaysi savdo bo'lyapti? Uzr, assalomu alaykum. Mana shu birinchisimi? Necha pulga? 31 million so'mga qadrdonlar mana shu savdo bo'lyapti ekan. Yaxshi, bo'yi 1.20 25 plus minus. Ha? 10 1 yil bo'pti ekan, 1 yil 1 oy bo'pti ekan. 13 oylik bo'pti ekan. O'zlari dehqonmisizlar? O'zlaring boqqansizlar, bu mollaringni bolasi. Qiziqqanlarga telefon raqam berasizlarmi? Sotib yuborasizlarmi? Endi qiziqib so'rash mumkin-da. Aka, necha pul bo'ldi bu? Aka, necha pul bo'ldi? Ha, Xo'rozga necha puldan bo'ldi? 58 mingdan 5 kilo skidga. 58 ming so'mdan 5 kilo skidga o'tib berishga. Hop. Necha kilo? Ha. Butun. Hop. 58 ming so'mdan taroziga. Qadrdonlar, arzonlash. Bozor to'g'risida fikringiz qanaqa aka? Bozor yo'q. Narxlar tushdimi, tushmadimi, ko'tarildimi? Holatda yana qaytib yaxshi boshdan narxlar qaytdi. Ya bu narxni gapirish. bo'ldi. Sotuvchilarga, oluvchilarga fikringiz. Oluvchilarga fikringiz. Endi nasibga ham oyog'ida sotyapti. Endi zarur sotyapti iloji yo'qda. Narx lekin qaytsa. Sog' bo'ling. 4,5 ga qaytdi. Qadrdonlar, statistika ma'lumotimizni biz yana asosladik. Bozorimiz ancha pasaydi deb, rosa oladigan bo'lyapti imkon qadar. Bemalol bozorga kelib, aka, necha puldan bo'ldi bu? Sotilmadimi? Necha puldan qaytyapti aka? Sotilmabdi ekan. Qadrdonlar, shunaqa gaplar. Bizdan uzoqlashmang. Biz birinchi videomizni yakunlashga qaror qildik. Aka, necha pul bo'ldi? Biz birinchi videomizni yakunlashga qaror qildik. Ikkinchi videomizni boshlaymiz. Imkon qadar bizdan uzoqlashmang. Qadrdonlar, ma'lumotlarni aytmadi. Aka, necha pul bo'ldi? 17 million so'm bo'pti ekan. Qadrdonlar, olganga ham, sotganga ham Alloh barakasi bersin. Biz Oltiariq, Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Eski Arab qishlog'ida joylashgan chorva hayvon bozoridan sizlar uchun chiroyli ma'lumotlar qildik. Ma'lumotlarim uchun akalar like bosib esdan chiqmasin. Kanalimiz mehmonlari obuna bo'lishni unutmang. Bizdan uzoqlashmang. Sog' bo'linglar.